Siz oynani ochib qo'y, uylan shamollab. Anaqa Oyjon hozir menga uylanmoqchi bo'lgan bola kelmoqchi edi. Ha. O'zingiz gaplashasiz. Xo'p, kelsin. Oy faqat uncha maqtavormi? Oja, maqtaydigan narsangiz ham yo'q. Boring ishingizni qiling. Shokir aka. Ha, keling. Hozir. Oyjon keldilar. Assalomu alaykum. Voy. Va alaykum salom, yaxshimisiz? Kuyov bola. Voy, nazokat qizim. Qatdan topding bu yalang'oyoqni. Keling, kuyov bola, xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Voy, yurishlaringizdan, voy gullaringizdan. Voy. Nazokat, xrustalni vazani olib, suv quyib, men bu gulni axlatga tashlab ol. O'tiring kuyov bola, eshitaman sizni. Voy, yerga mos. Voy, qatdan topdi buni ya. O'tiring. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Uydagilar yaxshimi? Eshitaman sizni. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Voy. Sovchilikka keldim. Sal g'alatiroq ekan bu. Voy, men qarang, sovchilikka keldim. Yolg'iz qizimni o'zim ham otalik ham onalik qilganman. Oydekkina qiz o'stirganman. Ular. Biz bir-birimizni sevib yuramiz. Sevamizmi? Men davno sevdim, o'ldim, yondim degan narsalarga ishonmay qo'yganman, kuyov bola. Siz menga undan ko'ra qayerda ishlashingizni, oyligingiz necha pulligini gapiring, o'sha qizuro. Qizingiz bilan bitta zavodda ishlaymiz-da. Oyligingiz necha pul? Oylik shu zavod meniki, qizingiz ishlayotgan zavod. Yana 5-6 zavodlarim bor, o'zimni respublika bo'yicha. Ana kichkina qotgandan bor, Suxarik, Dubay, shuni chiqaramiz. Voy. Undan tashqari endi men kelishim boisi, qizingizni menga agar turmushga bersangiz, men chet elga olib ketaman, sizdan kamroq xabardor bo'lib turadi endi. Voy. Nimaga? Chunki Italiya, Fransiya, Germaniyalarda men o'zimni 4-5 tadan zavodlarim bor-da. Xudo. 2 villam bor, 8 ta mashinam bor, bitta dona samolyotim bor. Voy. Yine samolyot, Boeing. Men qarang, shok qilib qo'ydingiz meni. Endi-chi molni sotishdan oldin aybini aytib sot degan. Aybim yetib, samolyotim bitta-da, shu aybmi endi. Aybizdan o'rgili. Endi-chi meni qizim ham g'it dangasa ovqat qilishni bilmaydi. Yo'q, ovqat qilish kerak yo'q. Biz uyda o'z oshxonamiz bor, 4-5 ta oshpazlik, kichkina oshxona bor, 4 sotuvli. Meni qizimchi g'it dangasa uylarni yig'ishtirishni ham bilmaydi. Yo'q, yig'ishtirish shart emas. Yaqinda uy yig'ishtiradigan apparat oldim, unda 650 ming dollarlik. Hamma yoq yig'ishtirib tozalab yuradi. Xullas, meni qizimga kerak emas. Meni qizim g'ir tupoy. Kerak emas? Yo'q. Nima kerak? Ada kerak, ada. Ola!